qandli diabet, ya'ni sahrli diabet haqida sizga aytib o'tgan edik. Endi o'sha videolarga qo'shimcha tarzda e'tibor bering. 1, 2, 3, 4, 5, 6 video qilganmiz. Bu 7-si. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, agar sizda sahrli diabet deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa va sizda oshqozon osti bezida hech qanday muammo bo'lmasa, har qanday ovqatni bemalol iste'mol qila olsangiz va sizning muammongiz buyrak usti bezi bilan, ya'ni kechasi hojatga ko'p chiqishlik, oyoq qo'llarning og'rishligi yoki qonning quyuqlashib qolib, zreniya pasayib qolganligi, ya'ni ko'rish quvvatining pasayganligi, bu sizning sahrli diabetdagi bo'ladigan yolg'onchi sahrli diabet deb hisobga olsangiz bo'ladi. Bunda siz hech qanday haqiqiy sahrli diabet kasalligiga chalingan emassiz bo'lib chiqadi. Endi nima sababdan deb so'raladi. Aslida sahrli diabet organizmni kasalligi emas, sizdagi bo'layotganligi organizmning kasalligi emas. Bu sizning ruhiyatingizning, asabingizning kasalligi hisoblanadi. Shuni inobatga oling. Bu sizda bo'ladigan qandaydir avariya, qo'rquv, o'zining yaqinlaridan ajrashib qolishlik yoki sudlashganlik yoki qamoq nimadir bo'lishidan qat'iy nazar bir qandaydir katta stress evaziga kim bilandir urushib qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Mana shuni evaziga paydo bo'ladigan sahrli diabet sizdagi. Endi nimadir sabab bo'lib shunday bo'lib qoldi yoki o'sha g'azablarning evazidan. Endi o'shanday holatda odamda qondagi qand miqdori, sahri ko'tariladi. Tabiiy holatda hammada ham shunday, bitta sizda emas. Endi bu ko'tarilgan qand miqdorini tushirish mumkin edi. U o'z-o'zidan ham tabiiy holatda tushardi. Bu xuddi allergiyaga o'xshaydi-da. Endi kimdir sizga o'sha paytida aytdiki, siz o'sha qondagi sahrni o'lchatdingiz va sizga aytdiki, seni o'sha diabeting bor ekan, sahrli diabetga chalinibsan deb aytsa, endi bu narsa sizni ongingizga joylashib bo'ldi. Sen sahrsan degan so'z. Endi eski dard esdan chiqib ketishi mumkin. O'sha eski dars nimadir muammo bo'lsa, problema hal bo'ldi, u o'tdi, ketdi. Lekin siz bilan birgalikda o'sha dard, ya'ni sahrli diabet, qandli diabet degan kasallik endi sizning ichingizda qolib ketdi, bo'ldi. Endi undan qutulish kerak bo'lib qoladi-da. Bundan qutulish juda ham qiyin. Endi Abulay Samarqandiy kitoblari bor. O'sha Abulay Samarqandiyning kitoblarida shunday yozilganki, ibodatga itoat qilib qolmang deyilgan. Sizdagi bo'layotgan holat o'sha sahrli diabetga itoat qilib qolish bo'ladi. Bu qanday desa, masalan, allergik kasalliklarga o'xshaydi. O'sha paytdagi sahrning birdan ko'tarilishi, javob reaksiyasi bu organizmning o'sha paytdagi qo'rquv, g'azab, stresslarga nisbatan javob reaksiyasi xuddi allergiyaga o'xshab odamda qondagi qand miqdori ko'tariladi. Demak, agar o'shanday bo'lib qoladigan bo'lsa, yosh bolalarda ham yoki kimdadir qo'rquv paydo bo'lsa bilsangiz kerak, kechasi tush ko'rib qo'rqib uyg'ongan bolalarga yoki kattalarga ham birdaniga suv beradi. O'sha payti qo'rqib uyg'onishlik, qo'rqishlik barchasida odam o'sha buyrak usti bezlari yaxshi ishlamay qoladi va organizmda qand miqdori tabiiy holatda bir vaqtgagina ko'tariladi, ozgina muddatga va yana joyiga tushadi. Siz o'shani inobatga olmayapsiz. Endi buni davolash uchun qanaqa usullar desa, o'tgan safargi videoda aytgan edik, odam o'z-o'zini ruhiyatini davolashda kitoblardan, yaxshi insonlar suhbatidan, ekoturizm, ziyoratlar, sadaqa chiqarishlik haqida o'ylash kerak. Bunda siz organizmni faqat o'zini ovqatlarni terib yoki qanaqadir giyohlarni iste'mol qilib, qanaqadir klinikalarda yotib davolandim deb o'ylamang. Bunda 90% odam o'zining ruhiyatini davolash kerak. Ruhiyatni, asabni davolash kerak. 10% gina organizmni davolasangiz kifoya qiladi va yana katta hisobda sizni uyingizdagilarga aytmoqchimanki, o'sha farzandlar deylik yoki turmush o'rtog'ingiz ikkinchi darajada atrofdagilar tabiiy oziq-ovqatlar berib, jismoniy mehnat yoki sport bilan shug'ullantirib qo'yish kerak. Agar donda bo'lsa, uydagi sport ham yetadi. Endi yaxshi munosabatlar va sabr atrofdagilarning sizni holatingizga o'sha g'azabnok bo'lib qolishlik, asabiy bo'lib qolishligingizga atrofdagilar sabr qilish kerak. Hijoba qildirib turish kerak, asalariga chaqtirish kerak. Bo'ldi, muammo qolmaydi. 10% gina jismoniy davolanish, 90% asabni davolash kerak. Bo'ldi, hech qanday muammo qolmaydi. 100% sahrli diabetdan chiqib keta olasiz.
Men boshqa gap aytmayapman. Faqatgina siz mana shunga harakat qiling. Bu hammasi sizga bog'liq. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Agar sizga qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, marhamat qabulimizga keling. Qabulimiz Jizzax shahrida Madad shifo klinikasida.